Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi fors tili fanidan mavzuyimiz bu fors alifbosiga bag'ishlangan. Alif va bir xil ko'rinishdagi B, P, T, S harflarini bugun biz mana shu darsda ko'rib chiqamiz. Rejamiz quyidagilardan iborat: alif harfi va uning yozilishi, bir xil ko'rinishdagi harflar B, T, P, S va ularning yozilishi, alif, B, P, S, T harflarining o'zaro va o'zidan keyingi hamda oldingi harflar bilan ulanishi. Bu birinchi rejamizni birinchi nimasi bo'yicha, punkti bo'yicha demak darsni nima qilamiz, davom ettiramiz. Ho'p, alif harfi va uning yozilishi. Mana biz nimada ko'ryapmiz? Alif harfi bu ishlatilish o'rniga qarab ikki xil shaklda bo'ladi. Demak, so'z boshi hamda alohida yozilishi va so'z oxiridagi yozilishi. Bu mana misollar keltirilgan. Masalan, obod, obod, abrishum, ibloq hamda dono so'zlari. Demak, bu yerda biz alifni o shaklida hamda a shaklida o'qiymiz hamda e shaklida bu yerda obod, abrishum, ibloq, dono. Va mana ko'rsatilgan bu qachonki biz o o'qiydigan bo'lsak mana shu shaklda yoziladi. So'z o'rtasida bunday keladi. Bu so'z boshida. So'z boshida mana bu to'g'ri chiziq, nima deymiz? E, Bu modda belgisi. Bu yoqda demak sal tushirilgan to'g'ri chiziq hisoblanadi. E, Yotiq to'g'ri chiziq. Va mana misollar keltirilgan. Demak, bozor so'zida, abr so'zlari va kabob so'zlarida alif uchraydi. Demak, nimada Eron hamda Italiya so'zlarida mana ko'ryapmiz. So'z boshida alif bilan ya kelishi hamda alif bilan yo kelishi va bu yerda qahvai, bu yerda diftonglar ham kelgan hamda Livonda bu yerda o shaklida, surmayida bu yerda diftong kelgan, alif bilan yoyni demak nima qilinishi, o'qilishi. Va shuningdek mana bu yerda ko'ryapmiz Jopon, oshpaz, havopaymo, shampu so'zlarida bu yerda ham demak e, nimani o, bu yerda demak bu yerda u shaklida kelgan, alif bilan u kelsa hamda havo a, o harfida kelgan bu yerda. Shampu so'zida ham o hamda popda ham e, nimadan keyin pdan keyin o shaklida kelgan. Ha, o mana bu yerda ham ob, obi, demak bodom, bod, po. Demak, bu yoqda boron, adashmasam boron, osimon, osimon hamda pondo so'zlari orqali demak biz ularni ko'ryapmiz. Ho'p, demak, biz mana shu nimalar orqali alif hamda e, alif hamda P, T, S harflarini ham birato'la ko'rib chiqamiz. Demak, bunda biz demak mana bu P harfi mana Joponda kelgan, popda mana so'z boshida kelgan va so'z oxirida ham bu harf uchraydi. Yoki mana nima orqali e, biz mana bu suratlarda shuningdek mana B harfini ham ko'ryapmiz. E, B bu yerda kelgan, bodomda kelgan, bod so'zida kelgan hamda obi so'zida kelgan. Demak, bu harflarni e, qaysi joyda qanday harflar bilan o'zaro bog'lanishi va bu harflarni demak so'zlardagi o'rnini ko'rib chiqdik. Demak, mana shu e, nima orqali, misollar orqali shu bilan bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darsda uchrashguncha xayr.